Mana bu ko'rib turgan hovlilaringizda sudxiga 36 million so'mdan so'ralmoqda. Karmana tumanining markazi Eski shahar to'g'rimizda Karmana tuman hokimligi. Mana shu yo'limiz, kichkina yo'lak bo'ylab biza asosiy M37 trassasiga chiqsak bo'ladi. To'g'rida Regal mehmonxonasi hamda bu tarafimizda Karmana tuman hokimligi. Yonimizda yana soliq ham bor. Karmana tuman solig'i. Demak, mana shu joyimiz, hovlimiz sotuvga qo'yilmoqda. Oldinroq videosini qo'ygan edik. Egalariga pul zarur bo'lganligi uchun yana bir bor video qilib qo'yamiz. Lokatsiyasi bor. Kimga kerak bo'lsa murojaat qilsalaringiz bemalol lokatsiyasini ham tashab beramiz. Kelib o'zlaringiz ko'rib ketsalaringiz ham bo'ladi. Hozirda hech kim yashamayapti bu yerda. Demak, darvozadan kirganda mana shunaqa katta hududiga ega. Chegarasi mana bu tarafda devorda hamda mana bu devor bilan ketgan. Ingichka uzun, lekin oxirida borib hovlimiz yana ham kengayib ketgan. Mana bu devorga ahamiyat berib turasizlar. Bu devor tugashi bilan shu hovlini yana mana bu yerda kattagina yeri bor. Bunaqasiga qarab ketgan yana. Bu tarafda tashqi hojatxonalari, yashil hududlari hamda mana bu yerda qachonlardir odam yashagan. Mana yerda xonasi ham bor. Ariston qo'yilgan bo'lgan. Endi bu patsunos. Buni olib qarasangiz, patsunos joy. Gaz shotchiklari ham qo'yilgan, gaz o'tgan xonadondan. Bunaqa arzon narxda bu yerlarda yer topolmaysizlar yaxshi narxda. Juda ham arzon narx so'ralyapti. Srochni bosib olish kerak. Ortiqcha pulingiz bo'layotgan bo'lsa, oling, ana shu yerda qurilish qiling. Bo'lmasam olib qo'ysangiz ham bunaqa katta hudud uchun erta bir kun bemalol yaxshi pulga sotsangiz bo'ladi. Bilasizlar, o'zi eng yaxshi narsa ko'chmas mulk hisoblanadi. Buni qayerga tikish kerak deb so'ralsa, ikkilanmasdan ko'chmas mulkka deb aytaman. Demak, yana bir bor e'tibor berasizlar. Mana bu tarafda kengayib ketgan yerimiz, bu taraf ham ingichka ham deb bo'lmaydi, bu taraf ham ancha keng. Hamda mana bu tarafdan sizlarga yana bitta joyni ko'rsatib o'taman. Mana xonalari bor. Endi kimdir yashayman desa, balkim yashasa ham bo'lsa kerak. Isitish tizimi lekin yo'q. Otopleniyasi yo'q. Bu yerda ham xonalar ketgan ichkariga qarab. Ko'paygan xonasi. Mana bu taraf yopib qo'yilgan, hozir ochib ko'rsataman. Qaranglar. Mana bu yerda ham bu qo'shnining devori, mana bu devor to'g'ri darvozaga qarab ketgan. Darvozaning biqiniga va mana bu tarafda ham kattagina yeri bor. Korpusda biqinida mana shu katta yer ham shu hovliga tegishli. Demak, kadastrda 10 sotix ko'rsatilgan, lekin undan ham kattaroq bo'lgan ushbu hovlimizda narxi 360 million so'mga egalar tomonidan baholandi. 36 million so'mdan sotixiga so'ralyapti. Даже undan ham arzon pullaringiz bo'ladigan bo'lsa, mana shu joyga tikib qo'yishni men 100% tavsiya qilaman. Bu hududdan bunaqa arzon narxda, sotix uchun so'ralayotgan narxda joy topolmaysizlar, yer topolmaysizlar. Demak, pastda egalarining raqamini qoldiraman. Srochni o'zlariga telefon qilib, qo'ng'iroq qilib, to'liq ma'lumotlarni olib kelib ko'rib baraka qilishlaringiz mumkin.